Assalomu alaykum hurmatli zararlar. Bugun siz bilan obzorda Zarafshon Cherry avtosalon. Obzorimizda bugun bo'ladi Arizo 8 yangi gibrid. Kelinglar. Bizning avtosalon Targov sentrida joylashgan. Agar uch hududdan kelsangiz yoki boshqa shahardan kelsangiz, Targov sentrida hammasi bo'ladi. Kelinglar. Salon ishlaydi soat 9 dan soat 20:00 gacha. Hammasi modellar наличиеda mavjud. Tigo 7, Arizo 6, Arizo 8, Arizo 8 gibrid 347 ot kuchi bo'ladi. Bunda gibridlik dvigatel 1.5 plus qo'shimcha gibrid bo'ladi. Disk 18lik, razmer 235 ga 45 ga. Shunaqa ramashqli disk bo'ladi. Cherry легкий shiri plasmas. Специально havo yaxshi o'tkazish uchun. Qachon mashina yopasiz, bu ham qaytadi o'yindan. Cherry slipoy zona ham bor. Ko'rsating operator. Slipoy zona ham bor. Mana shu slipoy zona orqadan kelayotgan mashina sizga ogohlantirib turadi. Panoramniy tom полный ochiladi. Moskitniy setka. Shisha ikkitalik, шумоизоляционный. Uzunlik metal qalin 0.8lik, бесключевой достуp. Mana shu yerda sensorlik bo'ladi. Karman kalitsa bo'lsa, yaqinlashsangiz mashinaga ochiladi. Orqada ham xuddi shunaqa disk. Rezina. Elegant Def Uber. Keling, orqadan ham ko'rsating. Полный обзор. Arizo 8 yaqinda kelgan Zarafshonga plus gibrid. Bagajnik shunday knopkadan ochiladi. Hozir kalitni ham olay. Shunaqa ruchka yopish. Жүз kamera mavjud. Shunaqa Lexus dizaynda. Operator nak tomondan o'ting. Qarang, qani chiroyli yonadi. 160 ta rang bilan yonadi. Icheri besprovodniy zaryadkachi ham bor. Mashina qachon yonadi? Например, hozir D'ga qo'ysangiz bo'lmaydi. Start stop bundan yo'q. Remень toqish kerak birinchi. Ko'rsating mana. Remень toqasiz. Keyin mashina yonadi. Mana mashina yondi. Lekin ovoz hech qanaqa chiqmaydi bunda. 3 ta rejimda yuradi. Hozir. Sport. Eco. Режим ДК. Normal. Режим стандарт. Bar, stakannik. Shirin nimadir qo'ysangiz bo'ladi. Qarang. Baram. Обдув, обогрев, shunaqa perfeksionniy. Сиденье. Speedometer 260 gacha. Hozir laminatsiya bor. Rangi ham mashinaniki qarang, shunaqa необычный. Alagre'da. Keyin mana bu nima ish qiladi? Bu lidar datchikni masofani saqlash. Qarang, bu cruise control. Cruise control masofani saqlaydi ham. Например, cruise controlda yursangiz, например, 80 da yuribsiz, oldida 80 da, mashina 80 da ham tezlikda yuradi. Birdan tormoz bersa, sizniki ham mashina tormoz birdan beradi. Elektrousilitel ular barmoqdan to'g'ri bo'lib qarang. Har xil temalar bor, yangi funksiya ham ancha ko'p. Помощь водителю. Контроль движения задним ходом. Напоминание об отдыхе. Чувствительность педали тормоза, система настройки подвески, система мониторинга слепых зон, предупреждение о приближении сзади, предупреждение при открывании двери. Ko'p o'zi funksiya bor. Hammasi qaysi dunyoda funksiya chiqqan shunda bor. Uch xil rejimda yuradi. 2 gibridda yuradi. И uzunki полный zapas benzin bilan parkovga qo'yamiz. Shunaqa kalcha bo'ladi. Ikkitalik pult, Magic hamma narsa bunda bor. Pultda yonadi. Xuddi Mersda mana shu yerda taxlagan nima bo'ladi? Pamyat sidengacha
Rучкача ham shuni. Keyin disk zashita ham bor. Qarang. Qisadi. Qaytadi bir. Kapotni ham ochamiz. Motor 4 silindrlik, 1.5 turbo plus gibridli. Полный запас baka 55 talik, 55 ta solasiz. Shu bilan 1400 kilometrga yetadi. Например, 30 ta benzin bilan полный zarashondan Toshkentgacha borsangiz bo'ladi. Rangchi ham alohida, Lada Greyda. Turli xil ranglar bo'ladi bu mashin. Lada Grey, keyin mokra asfalt, oq, qora ham. Сзади фар тоже.